Bizning yangi uyimizga xush kelibsiz. Kirib kelishingiz bilan bu yoqda shunaqa prostorniy prixoshka. Chap qo'lingizda esa gostinaya, o'tirib ovqatlanadigan joy. Agar vdrug mehmon kelib qolishadigan bo'lsa, bu stolimiz kattaradi. Va ro'parasida albatta Counter Strike'dan boshqa hech nima ko'rilmaydigan televizor. Endi e'tiboringizni the star of the show, Pinterest looking stunning and gorgeous oshxonamga qaratishingizni iltimos qilaman. Ko'proq retsept videolar olmasam, food blogger bo'lib ketmasam uyat. Keyingi xona bu o'g'limning xonasi. U yo'qni hozircha ko'rsatmay turaman, chunki hali tayyor emas. Pulimiz tugab qoldi. Kelinglar, yaxshisi sanuzelni ko'rsataman. Timurni eng ko'p vaqt o'tkazadigan joylari, shuning uchun chiroyli qilib bezamasam bo'lmasdi. Va men bu chiroyli taxlanib turgan politensalarni ko'ryapsizmi? Ularga tegish mumkin emas. Sochiq kerak bo'lsa, bu yoqdan olasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu yoq esa bizning yotoqxonamiz. Remont paytida ustalarning ovqati, qurilish mollari deb yugurib yurmasligi uchun bu yoqni mebel va texnikadan tashqari hammasini Anda va Uz orqali podключ qildirdik. Va umuman pushaymon emasmiz. Kvadrat metr $230 xolos. Va kiyimlarimiz bitta shkafga sig'masligini bilib, orqani polni garderobni qo'yardik. Bozordan olingan sumkalarimni ham shunaqa chiroyli qilib taxlab qo'ydim. Sizga yoqdimi?